Assalomu alaykum, zamonaviy tandir o'choq ishqibozlari. Navbatdagi ishimiz Andijon shahar Furqat ko'chasida bo'lyapti. Bizga shu burchakka 1 metrlik mangal, ikkita qozonga o'choq, gaz plita, рабочий stol, moyka zakaz tushgan. Xolos mana tayyorgarliklar bo'lyapti, shogirdlar mana. Yangi shogirdlar mana. Maktab bitirishiga shogirdga mana qolamizda mana. Kelaverasizlar. Mana katta shogird. Uchoqlarimizni ham uryapmiz. Nikolayskiy ishlarda. Eski ishlab chiqqan Nikolayskiy ishlar bilan olovlarga ham chidaveradi. Agnoformning o'rnini bosaveradi. Bolachalardan olib qo'ydi. Videogalarni olib qo'ydi. Olamanchi taksilarga. Taksilarga sanam qo'l ko'tarib qo'ydi. Mangallarimizni ham arkalarini boshlab oldik. Xohlasa kuzatib turinglar. Mana shu xonadonga mangal o'choq qurgani keldik. Mangal o'chog'imiz qolib ketdi-da. Stashkasini qo'yishdi. Boshlab yubordik mana iltimoslarga binoan mana. Usta bu mana. Yerlar tekizlab, zaspkalar chotki qilib stashkaga tayyorgarlik. Mana shogirdlar bilan stashka qo'yamiz. Mana mangallarimiz ham arkalarini chiqarib kafelarni bosdik. Xudo xolasa mana tepasiga miramir qo'yib yubordik. Chotki chiqyapti. Moyka, рабочий stol, gaz plita, ikkita qozon. Shunaqa miramir toshlardan ham foydalandik. Xudo xolasa go'zal chiqyapti. Mangalchi ham davomi bor. Patologiya ham 5 metrda. Shogirdlarni hozirgina stashka joy qolib ketuvdi. Kecha zagotovka qilishyapti. Aziz zamonaviy tandir o'choq ishqibozlari, mana keyingi obyektimizni ham bitkizib oldik. Andijon shahrida bo'ldi bu mangal o'choqlarimiz. Xo'p, mana yerga 70 talik moykani o'rnatdik, ustanovkalarni qilib mana suvlarni oqizib qo'yganmiz. Bu yerga 1 metrdan kattaroq stolechniца bo'ldi. Gaz konforkani o'rnatdik. Bir 30 litrlik qozon, 60 litrlik
katta qozonga o'choqlarni yasab berdik. Mangalimiz ham 90 talik mangal bo'ldi. Xo'p, endi buni tortishlarini, tutunlarini bir tekshirib olsak, usta aka bir mahoratingizni ko'rsating endi. Xo'p, ma'lumot o'rnida shu mangal, ikkita o'choq, gaz plita, рабочий stoli, mo'ykalarimizga materialni o'ziga shu noldan hisoblaganda $1000 uydagilar aytishyapti, rasxod qilibdi, xizmatimizdan tashqari. $1000 ketibdi. Fonni ko'rayotgan narsalar. Xo'p, kafelda o'zimizni Sirdaryoni yangi chiqqan Glansiy Xitoy kafelga birga bir o'xshaydigan kafellardan olib ishlatildi. Tepasiga miramir toshlaridan qo'yildi. Hop. Biri kelgan qo'yib oling. Hop, nargisiga olingchi. Hop, xudo xolasa shunaqa pilisos o'choqlar xonadonlarga, dachalarga, kafe restoranlarga qurish kerak bo'lsa, tunu kun shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xizmatinglarda mana shu Andijon ustalari bo'ladi. Mangalda ham tutatyapsiz. Mangalda ham ko'rasini mana shunaqa qilib oddiyroq qilib yasablab qo'ya qoldik.